Bugungi mavzuyimiz mikroblarga qarshi vositalar, ya'ni bu yerda kimyoterapevtik vositalar haqida gap ketadi. Ya'ni bularning ichida bugungi hozir mavzumizda ko'rib chiqadigan savollar. Birinchi, mikroblarga qarshi kimyoterapevtik vositalar, ya'ni preparatlar haqida tushuncha, sintetik usul bilan olinadigan kimyoviy terapevtik vositalar, asosiy turlari, uning ta'sir mexanizmi, spektri bor, antibiotiklar, antiviral kimyoviy vositalar, mikroorganizmlarning mikroblarga qarshi preparatlarga chidamliligining paydo bo'lishi, antibiotiklarning faolligi, dori vositalariga mikrobiologik talablar, steril va steril bo'lmagan dori vositalari, dori vositalarining mikrobiologik nazorat qilish tamoyillari, dori vositalarining mikrobiol ifloslanish manbalari. Umumiy olganda kimyoviy terapiya deyiladi, ya'ni kimyoterapevtik vositalar yuqumli kasalliklar yoki saraton o'simtalarini etiotropik, ya'ni sababini davolash bo'lib, u infeksion vositalar yoki o'simta hujayralarining kimyoviy terapevtik vositalar tomonidan namoyon bo'lishining selektiv holatdagi aniq bo'lishi. Ya'ni kimyoviy terapevtik preparatning ta'sirining selektivligi bunday preparatning mikroblar uchun toksik bo'lishi va maqsadli aynan o'sha mikroorganizmga ta'sir qilishi, keyin organizm uchun, ya'ni odam organizmi uchun kam zararli bo'lishi bu eng asosiy talablardan biri bo'lib hisoblanadi. Antibiotik, ya'ni antimikrob kimyoviy terapevtik preparatlar. Kimyoviy terapiya preparatlari bu yuqumli kasalliklarning keltirib chiqaradigan mikroblarning o'sishi yoki ko'payishini susaytirish yoki infeksiyalarning oldini olish uchun ishlatiladigan dori vositalariga aytiladi. Kimyoviy terapevtik preparatlarga bir qator talablar qo'yiladi. Ya'ni kimyoterapevtik vositalar qanday talablarga javob berishi kerak? Birinchisi, ular yaxshi terapevtik samaradorlikka va odamlar uchun minimal toksiklikka, ya'ni kam zararli bo'lishi, nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarmasligi, mikroblarga qarshi faollikning yetarli spektrga ega bo'lishi va patogen organizmlarga, ya'ni mikroorganizmlarga ko'p turlarining yengi birlashishi kerak. Ya'ni biz ishlatadigan mikroorganizmlarga qarshi preparatlar bir turdagi emas, ya'ni ko'plagan turdagi mikroorganizmlarga, patogen mikroorganizmlarga zararli ta'sir ko'rsatishi kerak. Ular keng pH deydi, diapazonida barqaror bo'lishi, ya'ni har qanday pH muhit o'zgarishida unga turg'un bo'lishi, ular peroral qo'llanish imkoniyatini beradi va ya'ni organizm oshqozonga tushgan vaqtimizda u yerda e, susayib qolmasligi, ya'ni uning neytrallanish holatiga tushib qolmasligi degan narsalar kuzatiladi bu yerda. Optimal yarim parchalanish davriga ega bo'lishi, ya'ni organizmga tushgandan keyin tezda parchalanish xususiyatiga ega bo'lishi kerak. Mikroorganizmaning qo'llaniladigan dorilarga chidamligini keltirib chiqarishi, ya'ni ba'zi holatlarda bo'ladi, bizlar agar odamlar tomonidan mikroorganizmlarga qarshi, ya'ni antibiotiklar deb aytamiz, o'sha antibiotiklarni qo'llangan vaqtida suiiste'mol qilish deydi, ya'ni to'g'ri foydalanmaslik, bilib bilmasdan foydalanish, ya'ni to'g'ri kelgan antibiotikdan foydalanish, masalan retseptsiz dori vositalarini olish degan narsalar, yoki rejim deydi, ya'ni intervalga, masalan kuniga 2 marta qilinadigan ertalab soat 9 bilan kechki soat 9da qilinadigan bo'lsa, mana shu intervallarga rioya qilmaslik bu antibiotiklarning kelajakda ta'sir qilmasligiga sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni mikroorganizm, ya'ni bakteriyalar unga qarshi turg'un bo'lib qolishi degan narsaga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda mikroblarga qarshi faollikka ega bo'lgan minglab kimyoviy birikmalar ma'lum, ammo faqat bir nechtasi kimyoviy terapevtik vositalar sifatida foydalanishga yaroqli bo'lib hisoblanadi. Nima uchun deyiladi? Sababi ular odam uchun kam zararli bo'lishi, mikroorganizm ko'plab turiga ta'sir qilishi degan narsa bor, ya'ni ularning tarkibi tomonidan aniqlangandagi ko'rsatkichi bu. Kimyoviy terapevtik preparatlar vositalarga quyidagilar kiradi. Ya'ni birinchisi antibiotiklar bo'lishi mumkin. Ular mikroorganizm faqat hujayra shakllariga ta'sir ko'rsatishga qodir. Ya'ni saraton antibiotiklar ham ma'lum bo'lib hisoblanadi. Turli xil kimyoviy tuzilishga ega sintetik antimikrobial kimyoterapevtik preparatlar ular orasida faqat hujayrali mikroorganizmlarga yoki viruslarga ta'sir qiladigan turlari ham mavjud. Mikroorganizmlarning hujayra shakllariga ta'sir ko'rsatuvchi kimyoterapevtik preparatlar orasida antibakterial, antifungal, ya'ni
zamburug'larga qarshi antiprotozoal, ya'ni parazitlarga deb aytsak bo'ladi, o'shalarga qarshi turlari mavjud. Antibakterial preparatlarning ta'siriga qarab turib, ya'ni ta'sir spektri deyiladi, keng va tor spektrdagilar bo'lib bo'linadi. Ya'ni ular ta'sir spektriga qarab turib, masalan, keng doiradagi degani bu judayam masshtabi kattaroq, ko'plab mikroorganizmga ta'sir qiladi va kuchli ta'sir qiladi. Tor doiradagi degan narsa ta'sir qilish mexanizmiga ko'ra kam miqdordagi mikroorganizmlarga ta'sir qilish xususiyatiga ega bo'lganiga qarab ajraladi. Endi undan boshqa mikroorganizmlarning hujayra maqsadlariga ta'sir qilishiga ko'ra turib mikrobiostatik, mikrobiotsit deydi. Ya'ni bakteriyalarning o'sishini to'xtatib qo'yadigan yoki mikroorganizmlarni hujayrasini o'ldiradigan ta'siriga qarab turib bo'linishi mumkin. Rezistentlik degan narsa bor. Agar biz antibiotiklarni to'g'ri foydalanmasak, noto'g'ri antibiotik foydalansak yoki bilib bilmasdan ishlatadigan bo'lsak, biz o'sha bakteriyalarga qarshi, bakteriyalarda antibiotiklarga qarshi turg'unlik, ya'ni rezistentlik degan narsani paydo qilib qo'yishimiz mumkin. Nima uchun oldinlari penicillin yoki pensilin deymiz yoki ampitsillinlar yaxshi ta'sir qilib, hozirda nega ta'sir qilmayapti degan so'zlar bor. Sababi odamlar hayot faoliyati davomida e, antibiotiklarni to'g'ri foydalanmasligi natijasi oldingi ta'sir qilib turgan antibiotiklarga qarshi bakteriyalarda turg'unlik rivojlangan. O'shaning uchun ham biz yangi turdagi, yangi darajadagi antibiotiklarni ishlab chiqarishga majburmiz. Sababi oldingi antibiotiklar ta'sir qilmayapti. Demak, mana shu narsa. Antibiotiklarning endi foydalanishiga qarab turib biz faqatgina antibiotik deb o'ylashimiz mumkin, bu dori sifatida foydalanadi. Yo'q, unaqa emas. Odamlarda masalan qishloq xo'jalik o'simliklaridagi zararkunandalar, bakteriyalarga qarshi kurashishda foydalanishi mumkin. Go'sht yoki sut mahsulotlarini, ya'ni bizlar broylerskiy tovuqlar yoki sun'iy sharoitda tez o'stirilgan qoramol go'shtlarini ishlatishda, ya'ni bakteriyalarni o'sib ketib, nima deydi, o'sha tovuqlarni yoki o'sha go'sht mahsulotlarini zararlab qo'ymasligi uchun antibiotiklar ularning oziq mahsulotlariga qo'shilib berilishi mumkin. Keyin u narsalarni biz iste'mol qilgan vaqtimizda tovuq go'shti yoki mol go'shti orqali bizlarga xohlasak xohlamasak nima bo'lishi mumkin? Antibiotiklar tushib turishi mumkin. Ishlab chiqarishdagi chiqindilar deydi. Endi bu ko'proq bu atmosfera havosi orqali tushadigan turlari ham kuzatilishi mumkin. Antibiotiklarning ta'sir qilish mexanizmiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. Eng ko'p tarqalgan turi bu hujayra devorini buzadigan turlari. Undan keyin folik kislota metabolizmini ingiberlaydigan, ya'ni to'xtatib qo'yadigan, oqsil sintezini buzilishiga olib keladigan, oqsil sintezining buzilishining 50S yoki 30S shaklidagi turlar, shu DNK sintezi yoki RNK sintezini buzuvchi antibiotik turlari aniqlanadi. Antibiotiklarga rezistentlik degan narsa bu yerda aytganimizdek nima deydi, plazmida degan narsa haqida aytuvdik. O'sha narsa orqali antibiotiklarga turg'unlik rivojlanadi. O'shaning uchun ham dori vositalarini, preparatlarni qabul qilayotgan vaqtda, ya'ni antibiotiklarni qabul qilishdan oldin o'sha antibiotikga sezgirlik, ya'ni sezuvchanlik degan narsani aniqlab turib uni qabul qilish tavsiya qilinadi. Bu laboratoriya darslarimiz bor, ya'ni antibiotiklarga turg'unligini aniqlashda laboratoriya sharoitida kichraytirilgan antibiotik diskalari bo'ladi. Ya'ni o'sha antibiotikning har birining nomi bor. Bizda masalan odam organizmida bor bo'lib turgan organizmning, ya'ni mikroorganizmning qaysi antibiotikka sezgirligini aniqlab turib, unga dori vositasini buyurish degan narsani biz laboratoriya sharoitida tushuntirishimiz mumkin. Antibiotikning turlari, ya'ni bu kimyoviy tarkibi bo'yicha turlari. Beta-laktamlar yoki boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Penitsilin mana eng ko'p foydalanadigan antibiotiklardan turadi. Penicillium notatum degan zamburug'dan olinadigan eng birinchi antibiotiklardan biri hisoblanadi. To'g'rimi bu? Antibiotiklar olinishiga qarab turib o'zi turlari bor. Masalan, bakteriyalarning o'zidan olinadigan, o'simliklardan olinadigan, hayvon mahsulotlaridan olinadigan va zamburug'lardan olinadigan antibiotiklar turlari ma'lum. Streptomycin. Antibiotiklarning odam organizmiga ta'siri yengillashtirilgan transport orqali organizmga kirib borib, ya'ni mikroorganizmga kirib borib ta'sir qilishi, yengillashtirilgan transport turidagi
kanal hosil qiluvchi antibiotikning turlari bor, masalan, Primetsidin bor. Endi bu texnologiyada ya'ni ishlab chiqarishlar streptometsinning ishlab chiqarish jarayoni, ya'ni konveyerdan boshlab qayergacha paydo bo'lishi degan narsalar. Bu uy devaysi sifatida beriladigan savollar. Mana shu mavzu bo'yicha taqdimot, ya'ni prezentatsiya modulga joylangan bo'ladi, kitoblar joylangan. Mana shular bo'yicha to'liqroq ma'lumotlar o'sha yerdan o'qisanglar bo'ladi. Endi amaliy darslarimiz bo'ladi va laboratoriya mashg'ulotlari bo'ladi. Mana shu darslar haqida yana keyinroq va bafurcha darslar beriladi.